Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Qur'ondan nazar programmasininki ko'rmanlari, bugungi Fidoyilar ekranida har dushanba kuni qilib kelayotgan Qur'ondan nazar programmasininki 90-qismi monopol qilingan tarix degan o'sha temaga o'tamiz. Hammalarninki Ramazon hayiti muborak bo'lsin, o'tib ketgan bo'lsin. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollari? Aleyküm selam. Qandaq ahvallar Teçmatullama? Yaxshi, Xudoga shukr. Bugungi programda ustoz endi men qisqacha nimasini o'qib o'tay. Monopol qilingan tarix. Har qanday bir mollaning oldiga berib islom tarixi aloqador tafsilot so'ralsa, 4 xalifning davridan keyingi babga kelganda tili tutilib qoladi. Chunki o'rtada olamshumul bir din mashruiyati va qabul qilgusiz qatliam va qirg'inchiliklarning mag'lubiyatidan tugamas savollarga javob berishga to'g'ri keladi. Qur'onda nazar programmasining islom, iymon, musulmon, mo'min qatorliq hukmlarga bergan izohatini tafsil anglaganlar monopol qilinib kelinayotgan tarixning tusallarga ko'milgan haqiqatni bayqashda qiynalmasligi shaksiz. Chunki yuqorqi hukmlarning mavjudligiga tayangan dinchilarning monopol qilib kelganlari bir-birlab yeshilmoqda. Hurmatli ko'rurman, ixlos va sabr bilan quloq soling. Qur'onni nazari programmasining 90-sonida bugun monopol qilingan tarix degan mazmunda o'zg'ishatimiz ustoz. Bugun bizga qaysi yana biz anglamagan o'zadi bir monopol qilingan tarix dedik. Bizga yetkazib kelayotgan tarixlar bilan yana boshqa bir tarix bormi? Shu to'g'rida bizga so'zlab bergan bo'lsalar. Boladı. Assalamu alaykum. Dünyanın ayaqas yerleri hörmetli qarindaşlar. Hammalarniki her vaqt xeyirlik bolsun. Aleyküm. Bugünkü 90-cı sanımız arlıqda bir 2 hafta Ramazan münasebeti bilen, Eid münasebeti bilen bu nimede toxtalamay qaldık. Endi yeni başlap aldık. Xudoyim buyursa. Tarix to'g'riliq yana bir ilm sohasida biroz to'xtalgan, ammo tarixniki maxsus o'zi nemasi to'xtalmagandik. To'liq bo'lmasimi bir qism, bu bir soat, yarim soat yo 1-2 soat ichida butun sohani, tarix sohasi hamma narsani so'zlab bo'lmaydi. Lekin biz tarix sohasida qanday ziyonlarni tatdik? Qaysi tarixni o'qidik misol? Mush sohada biroz to'xtalamiz. Buniki kep chiqishi sohalarida. Tarix aslida intayin muhim bir bilim. Chunki bir millat mushu tarixni o'qish, tarix bilimini o'qish orqali o'ziniki tarixdagi o'rnini, madaniyatini, tarixdagi do'st dushmanlarini, tarixdagi siyosiy o'rnini va jo'grafiyasini, ya'ni o'ziniki vatanındaki territoriyasi qanchalik bo'lib kelgan, ashuni tatib hammani va uningdan boshqa nurg'unlagan urf-odat, tarixda qanday urf-odatlar qo'llanib kelgan deganga o'xshash nurg'unlagan sohaning o'zini o'z ichiga oladi endi. Mush sohaning do'st dushman, siyosiy o'rni, mush sohaning hammasini o'z ichiga oladi. Mushu orqali, mushu narsalarni bilish orqali, ya'ni tarixdagi o'rnini, madaniyatini, do'st dushmanlarini, siyosiy o'rnini, jo'grafiyalarini bilish orqali u millat o'ziga milliy g'urur, u tarixdan ibrat oladi, andaki milliy kimligini, milliy g'ururini va milliy ruhini va dushmaniga bo'lgan jasoratni tiklaydi. Tarix shunday nihoyat muhim narsa. Chunki tarixda bir qism millatlar tarixiy dushman bo'lib kelgan millatlar bo'ldi. Masalan, bizga Xitoy millati tarixiy dushmanimiz. Boshqa millatlar bilan oraliqda urush bo'lib turgan, lekin Xitoyga o'xshash bundaq o'zi bizning aramizda bundaq kurash
tarixda üzülmey kelgen bundaq bir iş yok. Ama Xitay öyle bolgan nima degan vaqtida tarixdan buyan bunun bilan bizniki aramızdaki jangi jadal köreş asla to'xtab qolgani yo'q. Demakki Xitoy bizniki tarixiy dushmanimiz bundaq aytgan vaqtida. Tarixni o'qimay turib bir odam o'ziniki milliy kimligini bilolmaydi. Tarixni o'qimay turib tarixdagi shaxsiylarni, misol mashhur shaxsiylarimiz va olimlarimiz va qahramonlarimiz va podshohlarimiz va buni bilolmaydi. Devletning etini bilolmaydi, devletning territoriyasini bilolmaydi. Misol uni bilolmagan odam tarixda o'ziniki milliy kimlikka doir narsani bilolmaganligi uchun u odamda hech qanday milliy g'urur yo'qolib ketadi. Shuning uchun u tarixdagi dushmanlarni yaxshi bilgan vaqtida o'ziniki dushmaniga qarta tadbir ala oladi va yangi dushmanlar o'qqasi uningga strategiya belgilay oladi. Ashunday qilish orqali u o'zini saqlab qola oladi. Bir millat faqatla o'zi bola tug'ib dunyoda yashash bilan emas, kurash qilish orqali o'zini tiklay oladi. O'zini saqlab qola oladi. Kurash insonniki o'zini saqlab qolishniki birdan bir eng muhim chorasi. Ammo uniki asosi nereden keldi? Tarixdan keldi. Tarix orqali kimga qarshi qanday kurash qilish kerak deganga o'xshash narsalarni mush tarixdan biladi insonlar. Düşmanlarga sagak bo'ladi, strategik o'rtoqlarning o'zini yangidan belgilab, shuningga loyiq o'zi harakat qiladi. Bu tarixniki ahamiyati mana shunga o'xshash, yana nurg'un o'zi sohada undaq ahamiyatli narsalar bor. Buni bilish u har bir millat o'ziniki yana har bir shaxsiyatni tatib bilish yo'li birga avlodlarga o'gitish, avlodlarni o'zining tarixidan faxrlanadigan holatda qilish va kelajakda avlodlar o'ziniki tarixini bilgandan keyin, madaniyatni, urf-odatini bilgandan keyin kelajakka qarta vatani millat uchun kurash qila oladigan bir avlod yetishtirish uchun tarixni bilmay turib boshqa o'zi fanni haqancha bilsimi u mumkin bo'lmaydi. Chunki inson o'zining milliy g'ururini, milliy kimligini, milliy ruhini tiklash uchun tarixga ehtiyoji bor. Tarixni bilmay u narsa tiklanmaydi. Fizik o'qisin, ximiya o'qisin, nima o'qisin, u narsa insonlarniki milliy ruhini tiklay olmaydi. Shuning uchun bu her millat o'ziniki milliy ruhini tiklashniki birdan bir asos nerede degan vaqtda tarixda bo'ladi. Endi bizniki tariximizga kelsak, bizniki shu 1000 yilning ichidagi tarixlarimizga kelsak degan vaqtida yana bu sohada Qur'oni Karimning o'zini tilga olishga bo'ladi. Qur'oni Karimda 25 payg'ambar, u payg'ambarning qarshisidagi insonlar, u payg'ambarga ergashgan va payg'ambarlarning qilgan ish harakatlari, urushlari va hokazo nurg'un jarayonlar Qur'oni Karimda zikr qilindi. Bizniki diniy olimlarimiz kelgan vaqtda desa, Qur'oni Karimning ichidagi shu payg'ambarlarning tarixini o'qitish, payg'ambarlarga ergashgan sahobalarning tarixini o'qitish va keyin qurilgan o'zi arablarniki xalifaliklarni, davlatlarniki tarixini o'qitish, hattoki sahobalarniki shu tilga elishqimi odam nima deymiz endi, xijil bo'lgan darajadagi shu islomga o qadar bozg'unchilik qilgan sahoba deb atilib qolgan ashundaq insonlarniki tarixini o'qish bilan bizniki millatimiz, ya'ni bizniki diniy sohadagi olimlarimiz mush sohaga ahamiyat berganligi uchun Uyg'urlarning degan vaqtda Uyg'urlarning tarixini bilish, o'rganish imkoni nihoyat oz bo'lib kelgan. Ya'ni nimbel monopol qilib olgan degan vaqtda hozir men monopol qilingan tarix degan o'zi bo'lg'ashqa bizning tariximizni monopol qilib olgan narsa nima degan vaqtda Arabning tarixi. İslami tarix emas, islomiy tarix deyishga hech qanday hojat yo'q. Arab tarixi bizniki Uyg'ur tarixining o'zini monopol qilib olgan. Arab tarixi Uyg'ur tarixining o'rnini egallab olgan.
mecitga berib yurgan uşaq balalarni so'rasimi, Osman, Abu Bakr, Umar, Payg'ambar alayhisolamni zaten biladi-ku. Eli, Abu Hurayraga o'xshash ashundaq odamlarniki ismini hammasi biladi. Ammo bizniki o'zimiz kelgan chaqda Sutq Bug'roxon degan kim o? Mahmud Qashqari degan kim o? Masalan, Qarxonlar davlati degan qayerda qurilgan deganga o'xshash. Masalan, Uyg'ur Urxun xonligi nerda bo'lgan, poytaxt nerda bo'lgan masalan, uni qurg'uvchisi kim o? Uyg'urlar tarixda qanday madaniyatlarni yaratgan, qanday davlatlarni qurgan deganga o'xshash gaplarni so'rasa, hech qaysi bilmaydi. U uşaq balla emas, shu mecitga imom bo'layotganlarni bilmaydi. Hozir nurg'un yerda o'qib kelgan diniy olimman deyotgan odamlarni nurg'unlar bilmaydi. Hattoki nurg'unlar va islomdan burunqi, ya'ni Uyg'urlar islom dinini qabul qilgandan burunqi ajdodlarimizni biz e'tirof qilishimiz xato deydigan mandaq nankor, tuzukor o'zi haromzada insonlar mavjud yani aramizda. O'zining dadasini tonimaydigan, yotgan tashi mundaq insonlarimiz var. Bu nəhayət ağır cinayət yani. Mayli qandaq diniga e'tiqod qilsin, kim bo'lsin, u dunyoda at yugurtib, u boshqa davlat demoq imperiyalarni qurgan ajdodlarimizni islomni qabul qilmaganligi uchun uni tonimaymiz deydigan mundaq insonlarimiz bor. Buning hammasi nimadan kelib chiqqan degan vaqtida u musulmon bo'lmaganligi uchun tonimaymiz deganiga opirib, anadagi o'zi musulmon kofirning hikoyasini so'zlab, o'zining ajdodini tonimaydigan ballarga o'zining tarixini o'rgatmaydigan mundaq holat shakllangan. Misol, eng oddiysi buni necha qatim dedik. Bizniki ulamolar birligi deymiz, ma'rif jamiyat deymiz, mushlarniki bayonlarga qarasak, bayonotlarda 33-yildagi davlatni asliga keltirish degan narsa alohida yozilgan. Nima uchun shu yozilib qoladi desa, o Sharq Turkiston islom degan bir narsa yozilib qolganligi uchun shuning o'zini tushakab, ashning o'zini qilamiz deydi. İslam devleti deydi ama İslam devletindeki formasını bilmeydi adette. İslam devletindeki forması qanday oldu misal. Bunu bilmeydi. Bilmey turib şu narsının özündeydi. Yani demek bu yer nima degan vaqtda payg'ambarlarniki, xalifalarniki, Arab imperiyalarniki, masalan, Payg'ambar alayhisolamdan keyingi imperiyalarniki, Umayya sulolasi deymiz, Abbosiya sulolasi deymiz. Undan boshqa Osmanlı'nın pek bilip ketmeydim. Ben muşu sulallarını tilga elip jürüp Uygurlar tarix öğretdise, aş tarixini öğretti. Bir yer kirse, bir tarix öğrensek oldu dedise, siretini okuyumuz deydi. Ben Türkiye'ye bağa vaxtıda, Türkiye'nin muşu mağrib cemiyetindeki Zeytinburnu'ndaki şöbesiga çıqattım. Çıqa vaxtıda aşağıda, Uygur tarixini öğrendiği yerge, ballığa siret öğretimiz deyip, Aş Peygamber Aleyhisselam'ın tarihi, sahabenin tarihini öğretti. Tamam, onu öğretsin. Lakin o birinci bulup özünün tarihini bilişin gerek. Özünün tarihini bilip, ondan keyin eşip kalsa, o halkın tarihini okusan buldu. Nima uchun Qur'oni Kerim'de, mesela Peygamber Aleyhisselam'a başka milletlernikini okunla, Türklerin tarihini bilişanlı gerek, İngilizlernikini bilişanlı gerek, Hindi, Xitayların tarihini bilişanlı gerek diyen mundaq bir narsa yazılma ya Peygamber Aleyhisselam bundaq narsaga buyurmasdan nima uchun Arabning tarixini, masalan, Qur'oni Kerimning o'zida millati Ibrohimni e'tirof qilish, millati Ibrohimning o'ziga ergishish haqida Qur'onda bundaq bayonlar bor. Nima uchun bu bor? Buning hammasi sababi nima degan vaqtida millatni texim va keng doirada birlashtirish uchun millati İbrahim degan vaqtida Arab va Yahudlarning hammasi bir millat oldiga keldi. Hammamiz bir millat, hammamiz bir bayroqning ostida yashashimiz lozim. Hozirgi bizniki pan-turkistlarga o'xshash, pan-turkizmga o'xshash bunday bir narsani o'ttirib chiqarib, buning o'zini nim qildi. Buning sababi nima degan vaqtida Payg'ambar alayhisolamga İbrahim alayhisolamniki, burunqi o'zi tarixininiki Musa alayhisolam, İsa alayhisolam va burunqi payg'ambarlarniki voqealigini zikr qilishda ajdodlarniki tarixini bilish uchun qilgan narsa. Yani Peygamber Aleyhisselam'a, sahabalarga ajdodlarniki tarixini o'qishni, uni bilishni Qur'oni Kerim tavsiya qilgan bo'lsa,
Biz uni o'zimizga tatbiqlancha qanday qilishimiz kerak degan vaqtda bizmi ajdodlarimizniki tarixini o'qishimiz, tarixdagi dushmanlarimizni bilishimiz bizniki o'zi bosh tortib bo'lmaydigan bir majburiyatimiz bo'ladi degan gap. Biz mana shu tarixni bilmaganligimiz uchun, dushmanimizni to'g'ri tanımaganligimiz uchun nima bo'ldi degan vaqtda boshqa yerdan dushman izlab minglagan, necha minglagan kilometr yo'lni besib kelib, dushmanni izlab, dushman tutib bizga hayotimizda o'zi tushimizga kirmaydigan insonlarni dushman tutib yurishimizning sababi nima degan vaqtda tarixni bilmasligimizdan kelib chiqadi. Hozir nurg'unlagan besh namoz o'qiydigan, ro'za tutgan, o'zini taqvo deb hisoblaydigan insonlarniki uyga kiradigan bo'lsak, uyda har bir oilada 4-5 dan Qur'on. Qur'onning tarjimalari, Payg'ambar alayhisolamniki yoki arabniki nurg'un kitoblari uyda topiladi. Biz İstanbulga borgan vaqtida olsun yoki boshqa Uyg'urlarniki bir namoz o'qiydigan Uyg'urlar bo'lsa, uyga kirsak, ashundaq narsa jiq chiqadi. Ammo Uyg'urlar tarixiga kelgan chaqcha desa, Sharq Turkiston tarixi, Turg'un Almasniki Uyg'urlar degan tarixi, ama Nebijan Tursunniki 10 tomliq tarixi deymiz. Onundan boshqa Mahmud Qashqarniki Turk tillar divani, Yusuf Asajibniki Qutatqu biliqqa o'xshash bundaq kitoblarning o'zi bir nurg'un ashu 5 namoz o'qigan odamning 99% desam jiq ketishi mumkin. Yo'q, hech qaysining uyida. O'qimaydi uning o'zini. Arabning tarixini o'qisa bo'ldi. Arabning tarixi o qadar bizning kallamizni monopol qilib olganki, o'zimizni taniyolmaydigan, o'zimizni hattoki arab hisoblashga noit o'zi arab qilib olishga noit umroq bo'lib ketgan, arab bo'lib yoritilmaganga pushaymon qilayotgan mendaq insonlarimiz mavjud misol. Bir millat o'zining tarixini bilmasa, u millatniki kelajakda o'zi xizmat qilishi, millat uchun xizmat qilishi notayin. Yani bizniki ko'ryapmiz-ku. Arab tuproqlarida 10 yil, 20 yil, 30 yil o'qiganning hammasi Uyg'ur madaniyatini tashlab, Uyg'urlarniki Atlas ko'yniga bodam do'ppilarini tashlab, sahnaga chiqqan vaqtda uzun chapon bilan sallini o'rab chiqadi. Ayollarning o'zi qora kiyim kiyib chiqadi misol. Ya bizniki o'zimiz Atlas ko'ynigini kiyib chiqiyva, Atlasdan sharpa yoki Atlasdan o'zi nima boshqa bir yog'liq chiqsang bo'laverdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yepishqi tegishli yani bizniki kiyimimizmi yapa oladi. Faqat arabni kiyimi yepib, boshqa millatning kiyimi yapmaydigan ish yo'q. Mana mushaning o'zi nima degan vaqtda ashundaq kechdi arabniki hikoyasini, arab shu o to'g'ri olsun, xato olsun ash hikoyaning o'zini so'zlab beraylik degandikin, arab bo'lish, arabning madaniyatini qadrlash, arabning tarixini tarix deb bilish, uningdan boshqa narsani o'zini tarix deb bilmaslik o'xshash, shunday xato tushuncha paydo bo'lib qolgan. Masalan, hozir Suriya turayotgan qarindoshlarning o'zi 3-4 kunning oldida Şam'daki Umayya camisiga kirib namoz o'qibdi, xuddi bir hamda Payg'ambar alayhisolamning oxirgi turib namoz o'qiganda shunda xo'shalib 5 patmon narsani yezibdi. Ey, islomni butunlay kodini chiqarayotgan bir odamniki sog'inmishdi u. Umayya. Bizniki mushkul qilib qolishimizdagi tip asosining o'zini barpo qilgan insonlar. Bütün o'zi Arab bo'lmagan millatlarning hammasini Arabniki quli. Shu halqi nimada Sharvaqa hidoyildi bor bu narsa. Mavali degan bir maxsus o'zi bir bob bor. Arab bo'lmagan millatlarning hammasini mavali deb hisoblaydi bular. Mavali degan nima desa, Arabniki chakalari, qullari degan ma'noga to'g'ri keldi. Yani shu Arabning quli bo'lsa, u qadar hamda o'zini go'zal his qildiki, zodi men qog'ilib o'qiyotgan vaqtimda bir anglagan bir ish qilsin. Mush zamonda men Uyg'ur yashaganimdan Payg'ambar alayhisolamning eshigi o'qib qolsam-chu degan gapni qulg'im bilan anglab hayron qolgandim. Seni Alloh taolo odam qilib yaratsa, sen eshak bo'lmaganga odam bo'lib qolganingga pushaymon qilayotgan bundaq insonlar bor shu vaqtning o'zida. Bu nereden kelib chiqqan desa,
Peygamber aleyhisselamı bir adam demezden onu bir Xudo derecesine götürüp alganlığı için kelip çıkan narsa. Bizniki muşu mana hikoya o'qiydiganlar, mush tarixi mushu manaqib deydi. Mushu Arablarni maqtaydigan, Arablarning ajoyib o'zi go'zal, ayndaq o'zi xislatlari endi dunyoda. Uni Abdu Bashirni ochadigan ish yo'q. U yerda kelqinayta insonda ham Xudoning sifatlarini ashunday chaplab turib, ashundaq maqtagan yerlarni ko'rgandan keyin odam bo'lsam, ashundaq odam bo'lsam bo'ptiki deydigan mundaq o'ziniki Uyg'ur bo'lib tug'ilganligiga pushaymon qildigan mundaq o'zi ablahlarmi mavjud Uyg'urlarning orasida. Bularning hammasi nereden kelib chiqqan degan vaqtida bizniki yetakchi deb atilib qolgan, bizni oldimizda bizga o'zi yo'lboshchilik qilayotgan insonlar o'ziniki milliy kimlikka, milliy madaniyatiga asos soladigan, uni o'zi tunishtiradigan kitoblarni o'qib bermasdan boshqa millatlarnikini o'qib berganligi uchun u insonlar cho'risa o'zimizning yo'q ekanda uning qaragan chaqda deb o'zinikini bilmay cho'ng'igandan keyin men ashundaq ulug' odamlarni bo'lib yoritilsam bo'lmamdi deb o'ziniki Uyg'ur bo'lib qolganiga pushaymon qilgan bundaq holat shakllanib qoldi. Qur'oni Karimdagi har bir tarix, misol, har bir tarixni o'qigan vaqtida biz shuni his qilishimiz kerakki, bu arablarga mushu o'zingning tarixini bilinglar degan sohada mushu arablarning tarixi, arablarga munosabatlik tarixiy voqealiklar zikr qilinibdi. Buningdan bizning oldigan darsimiz nima ekan desa, bizmi o'zimiz tarixini bilishimiz kerakki. Birinchi qadamda biz o'zimiz tarixini bilishimiz kerakki, uning eshib qolgan vaqtida undan keyin arabning tarixini o'qiymizmi, inglizning tarixini o'qiymizmi? Hozirgi vaqt arab tarixini o'qigandan inglizga o'xshash bundaq millatlarnikini o'qigan ming'azo yaxshi. Nima uchun degan vaqtida g'alba qilgan millatlarniki tarixini o'qigan vaqtida odamga ruh paydo bo'ldi. U arabga o'xshash ichidan chirib ketgan bundaq o'zi insonlarniki tarixni o'qigandan o'qimaganmi yaxshi, ya'ni. Payg'ambar alayhisalom tarixni o'qib qo'ysak bo'ldi. Undan ortiq o 5 patman onun o'zini bu 4 xalifani qo'shib qo'yayli, bo'pti. Undan ortiqni o'qishning hech qanday ahamiyati yo'q. Bizga hech qanday hojatim yo'q. Vaqtimiz bek eshib ketsa o'qisak bo'ladi. Va lekin biz o'zimiznikini bilishimiz va avlodlarimizga o'zimizning tarixini o'rgatishimiz va avlodlarimiz o'zimizniki ajdodlaridan, ya'ni o'zining ajdodlaridan faxrlanadigan holatni shakllantirishimiz. Ve o avlodlar cho'ng'igan vaqtida o'ziniki o'zi millati uchun, o'zining vatani uchun kurash qilishni bir shon sharaf deb biladigan, o'ziniki vazifasi deb biladigan holatga kelishimiz o'zimizniki vazifasi degan gap. Ya'ni bu narsaning hammasi nereden keldi desa, tarixdan keldi. Tarixda biz men mushundaq o'zi esil bir millatlik avlodlari hozir endi men mushundaq bir kun qilib qoldik, mush kunni qutlashimiz kerak. Tarixda bizniki ajdodlarimiz Xitoydan iborat bu tajovuzchining o'zini hattoki necha asr o'zi bo'ysundirib, shundoq yashagan. Biz uni bo'ysundiramizmi hech bo'lmasa, o'zimizning vatanning o'zini ozod qilishimiz lozim. Aslida biz bundaq bir millat emas degan qatorda tarixni unga tushundigan vaqtida u bolalarimiz tushundi. Tushungandiki uniki ruhiga bir o'zi milliy ruh singadi. Uniki vujudiga milliy ruh singadi. Davamlıq Uyg'urni izlaydigan, Uyg'urniki urf-odatini namoyon qiladigan, milliy kimligini namoyon qiladigan biyaga bo'lsa, men Uyg'ur deb faxrlanib turib, o'zining Uyg'urligining o'zini faxrlanadigan bundaq holat shakllandi. Hozircha degan vaqtda biyaga bo'lsa, sen kim desa, men turk deb atgan yoki boshqa bir millat deb atgan. Nima qilsa Uyg'ur demaysiz, o'zingiz ba'zanlar shunday qilganlar. Onu tushunib bo'lish qiyin kerak. Sen tushundingmi, texim bak tushunmaydi o millat. Boshqa millatlar misol. U bir tarafdan o'zi Xitoy besib olgan degandan o'zi nomus qilib turib, ani o'zini demaydi. Nomus qilish tegishlik zaten biz kurash qilmagandan keyin nomus qilish tegishlik. Va lekin biz o'zimiz Uyg'ur Xitoy qarshi kurash qilayotgan bir millat. Yani 1 milliard 400 milyon iborat bundaq cho'ng bir Xitoyning o'ziga oz turuqlig'in kurash qilayotgan, kurash qilib g'amigan bir millatning o'zi biz. Buning uchun biz balki o'zimizdan nomus qildik bir olim nimamiz yo'q. Faxrlansak bo'ladi biz.
Bularning hammasi shu milliy ruh nereden keldi desa boya deganga o'xshash tarixdan keldi. Tarixda Uyg'urlar shu tarixni o'qigan vaqtda Sharq Turkiston tarixi deymiz, Uyg'urlar deymiz, hozir mana Nebijan Tursunniki yozgan tarixlar deymiz. Ash tarixni o'qigan vaqtda Uyg'urlarning tarixdagi madaniyatlari, tarixda o'zi yaratgan ijotlari misolda qog'oz yasash, matbaa nim qilib kitob chiqarishga o'xshash nurg'unlagan narsalarni Uyg'urlar tarixda hech bir millat qilmagan vaqtida qilgan bir millat. Undaq bir millatniki avlodlar biz. Buni nereden bilamiz biz? Tarixdan bilamiz. Shuning uchun biz o'zimizning tarixini boshqa millatning tarixini yo'gab, uni monopol qilib olib, o'zimizning tarixni millatga o'rgatmaydigan, avlodlarimizga o'rgatmaydigan, faqat arab tarixi bilan mashg'ul bo'lgan bundaq ishlarni qilish bu o'zi bir jinoyat. Yani olim men degan insonlarniki nihoyat ig'ir bir o'tkazgan jinoyat biz yapıldı. Biz mana shu 87-yilda Turg'un Almasniki Uyg'urlar degan kitob chiqishdan oldida Uyg'urlar to'g'riliq hech qanday tarixni men bilmaydim. Shu vaqtda o'quvchilik davrimda nihoyat o'zi kambag'al bir vaqt. Ash kitobning o'zi 7 koy 2 mo'chami shunda setibdiki shu birinchi bosmasi ekan. Shu kambag'alchilikni elib ashuni o'zini o'qigan. Keyin shu Shayaga qaytib borgan vaqtimda mening o'qigan bolalarga maxsus ash kitobning o'zini darslik qilib, arab tarixini o'qitishni o'rniga shu Uyg'urlar degan kitobning o'zini o'qitgan men bolalarga. O'sha yerda mening o'qigan bolalarga. Biz keşkçe Arap'tan faxrlandan, Arap'ның ismini anlasak o'zi xo'sh bo'ladigan, bolalarımızga Arapça at qo'ydigan, maktablarimizga Arapça at qo'ydigan, mana bundaq ishlarning hammasi nari desa, o'zimizniki Uyg'ur bo'lganligimizdan, o'zimizning tarixidan faxrlangandek bundaq holatda bilmaganligimiz uchun, faxrlangan tariximiz bo'lsa-mu, uni bilmaganligimiz uchun mana shu narsani qilamiz. Masalan, Turkiyaga borsak, Hira Uyg'ur maktabi deydi. Hira degan payg'ambar alayhisalom kirib yotgan bir tog'ningki kameri. Uni da ko'rasan Tangritog' masalan, ya Altaytog' yoki Tarim yoki Tahlamakan deb at qo'ysang bo'laverdi. Bu Qotobi Hiraning o'zini kechdi Uyg'urlarga dastak qilib qo'yadi. Turib olishning nima hojati bor, misol? Sen u yer Tahlamakan Uyg'ur maktabi deb qurgan vaqtingda Tahlamakan degan bir narsani Uyg'urning bolalari biladi, ayt kallasi singadi. Bizning vatanning ichida Tahlamakan degan bir qumliq bor-ki, deb aning o'zini biladi. Tarim deb qo'ysang, Tarim degan bir o'ymonlik bor-ki deb bolalarimiz ashundan biladi. Yoki Tangirtag'i desang, bizniki vatanda bir Tangirtag'i degan bir tog' bor-ki deb u tog'niki etini yodlaydi bolalar. Ya Tarim daryosi desang bo'ladi misol. Vatan içinde nime desang buluverdi vatan içindeki o'rinlarning birisini qo'ysang, u buluverdi. Ammo sen illaki aşet Arapniki bir yerniki etini qo'yish, Zamzam deb at qo'yib oladi, oshxonasi Zamzam oshxonasi deb at qo'yib olgan misol. Madina oshxonasi Madina bozori deb, O'rta Osiyoda Madina bozori deb shunday o'z at qo'yib ashunda qildigan ishlar bor. O'zingning yo'qmi u narsa? Arapnikini qo'ysang, shu o'zi sana nihoyat o'zi go'zal angladi, ammo Uyg'urnikini qo'ysang, Madina bozor degan Qashqay bozor deb qo'y. Hech bo'lmasa ya Urumchi bozor deb qo'ysang bo'laverdi, Kucha deb qo'ysang bo'ldi, ya Tahlmakan, Tarim deb qo'ysang bo'laverdi misol. Sen o'zingniki narsaga o'zing ega chiqishing va bolalaringga uni yodlatishing kerak. Uni qilmay turib, uning beshini Arapniki yeriga, Arapniki o'zi tarixiga, Arapniki tuprog'idagi narsalarga burab, uni yodag'ish uchun nima kerak va uning bizga nima kerak va undaq narsalarniki misol. Uni arablar qanchalik qo'yiversin. Madina Munavvar deb olamdi, Makka Mukarram deb olamdi. Nima deb qo'ysa, u o'zining ishi, u qanchalik ulug'lasa, arablardagi o'ziga u bo'laverdi. Ammo sen o'zingnikini qilishing keraksan. O'zingnikini qilmay turib, sen xalqnikini nima deb qo'yadi? Bolalarning uni yodag'isi, bolaning kallasini zaharlab qo'yadi misol. Muşlarning hammasi nereden kelib chiqqan degan vaqtida bizniki diniy sohadagi insonlarimiz o'zimiz tarix ahamiyat bermaydi. Ahamiyat bermaydi. Bermagandan keyin o'zimizning madaniyatim qilib masalan Turkiyada yerga olsak, bir
Toy qilib olsak, odatda to'yda nag'm navomi yo'q, Uyg'urlarning bir tal muzikasi yo'q. Bir ikki kaska chiqib oldi, aşağı kas keş, Ebu Hureyre an degan, falan man degan deb aşağı so'zlab o'tirdi. Haqqi Arabning hikoyasini aytib berdi. Onundaki o balı qana qildi desa, o yoshlar degan baribir muzik tingshaydigan gap. Turklarning muzikasini tingshaydi. Şunu o nima bo'ldi? O balla o'ziniki o muzikasi qiziqmaydigan, uni o'z anglisi gunoh bo'ldigan, bundaq bir holat shakllangandan keyin o balla qanday bo'ldi desa, boshqa millatnikini anglaydi, uningdagi o boshqa millatniki nas keraklar uning yaxshi ko'rinadigan bo'ldi. Shuni olib qizlar, boshqa millatlar to'y qildi, o'g'illar boshqa millatlar to'y qildi. Qanday qilib biz o millatni saqlab qola olamiz bundaq o'g'illarda? Misol. Muşunun hammasi nereden degan vaqtda özümüzde birinci milli ruh buluş gerek, milli gurur buluş gerek, onun özünü ballarımıza sığdırışımız gerek. O ballar onundaki bir yerde onun kısmı Uygur'unu izleydigan, kızlarımız Uygur yigitlerini izleydigan, oğullarımız Uygur kızlarını izleydigan bunda halet şekillendiğin gibi. Millet anı olan devam kıldıgan gibi. O başka milletteki padişahı toy kılgandan özellikle kalende toy kıl. Misal. Türkiye'ye varsak biz Kurtul toy kıvagan, biz Afgan bel toy kıvagan, biz Yerbis bel toy kıvagan, biz Türk bel toy kıvagan, Arap bel toy kıvagan. Bu nima emdi? Bizdeki katli kızıl sızgımız yok mu? Muşunun hemmisi nereden kelyapti degan vaqtida özümüzdeki nesillerini yaman göstüp, başka milletlerinikin chiroyli göstüş bilan munosabatlik. Tarix o'qi degan vaqtning o'zidimi, tarixdagi o'zimizning qahramonlarini o'rgatmasdan Aç sotuq buğraqanın nersikiçe o kafir onun özünü biz itiraf qilmaymiz deb o millatga andaq o'zi yomon ko'rsatgandan keyin o avlodlarimizning o'zimi bizniki tariximiz taptayliq ekanda deb lekin o bilmaydi uning o'zini. Shuni o nim bo'ldi vaqtida o balada milliy ruh bo'lmagandan keyin o boshqa bir yerda yashayotgan bolalar shu yerning madaniyati birlashib ketadi, o madaniyati şunu olup birleşip ketgendeki aralıkta fasıl tamamen yo'qaydi degan gap. Uningdagi boshqa millatlar to'y qilish boshlagan gap. Bu millat xiyonat qilganlik bu. Odatda. O Türkler olsun, boshqa millat olsun, uni sen og'a vaqtida uni Uyg'ur qila olsang, oson bo'ldi, bo'lmasa ishini qilsang bo'ldi. Türkni elib, baljaqni Türk qilib etib qarab o'tirgan nurg'un odamlar nima Turkiyada bor misol. Şunu bu yerdeki narsa nima degan vaqtida o'zimizning ajdodlarimizning faxrlanigidek bir narsa bor bizda. Masalan, tarixni ko'radigan bo'lsak, bizning ajdodlarimiz mana shu deb hayron qolgandek dunyoga dastur yozgan bizning ajdodlarimiz. Shunday ajdodlarimiz o'tgan tarixda. Mana shuning o'zini, shuni qilgan ish harakatlarini, shularning qahramonlik dasturlarining o'zini avlodlarimizga singdirgandan keyin u avlodlar vatan uchun kurash qiladi, millat uchun kurash qiladi va u davom qiladi o millat. Bo'lmasa uniki oxirisini qum bosadigan gap. Shunga bu yerdagi narsa nima desa, monopol qilingan tarix deganimizda tarixni arab tarixi bilan, farislar tarixi bilan va boshqa musulmon deb atilib qolgan atalmish musulmonlik tarixi bilan uni o'zini ko'mib tashlab, o'zimizning tarixini o'qitmaydigan, o'zimizning tarixini o'zini töven ko'radigan bundaq holatni shakllantirish bu bir og'ir jinoyat. Shunga bu tarix ilmi nihoyatda muhim bir ilm, ilmlarning ichida insonni kimligi bilan tanishtiradigan bir ilm. Men bir Uyg'ur bo'lsam, haqiqiy Uyg'urlik bilan tanishtirdi meni. Men bir yerga bo'lsam, men Uyg'ur degan vaqtimda meniki yuragimdan nihoyat o'zim faxrlangan holatda bir Uyg'ur degan narsa og'zimdan chiqadi. Men aslamada duydi turib biz Uyg'urdik hamda deb o'zimizning Uyg'ur bo'lib qolganlikqa nomus qilgan bundaq holat yo'q asla menda shaxsan. Nima uchun degan vaqtda tarixni o'qidik, uningdagi narsani ko'rdik. Tamam, o Uyg'urlarning nurg'un shu islomni qabul qilgandan keyin bizga kelgan baloy qazo oz emas. Hala bundan voz kecholmay, shu Qur'onga to'g'ri kelmaydigan xurafiy bir o'zi Umayyi, Abbasiya, Umayya sulolalari tuzib chiqqan saxta islomni oqisidan mengib,
Muşu özü kuniga keldik misal. Hazır yo'qilish olib turayotgan bir davrimiz. Muşu vaqtning o'zida nima desa, to'xtab turay, muşu narsa to'g'rimi xatomi deb bir qatim mundaq kallani silkib o'tib, aning o'zini o'qish yo'q. Xuddi o'zi hech qanday qilqi narsa chatig'i yo'q, arabcha yozilib qolsa, u narsa muqaddas, u narsa ulug', ashni o'qimasa bo'lmaydi, ashni iymon etmasa bo'lmaydi. Mundaq holat shakllanib qoldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, bizniki eng muhim nuqtalarimizning birisi uyimizda $500 chiqim qilib, bir oila $500 chiqim qilib, shu Yusuf Xasajib, Mahmud Qashqarning kitoblaridan tortib, Sharq Turkiston tarixi, Uyg'urlar, mana shu Turg'un Almasning 3 kitobi bor. Qadimgi Uyg'ur adabiyoti, Uyg'urlar, Hunlarning qisqish tarixi degan shu kitoblar misolda. Nabijon Tursunniki ma yangi bosgan ma kitoblari, mushumning hammasi hatto Qahramon Xo'jambarning ma bor, shu nima Uyg'urlar to'g'riliq maxsus Uyg'ur siyosiy tarixi degan bir kitobi bor. Saud Abdurahmonniki Uyg'urnoma degan kitobi bor misol. Mana mushundaq kitoblarni uyga Qur'onning ostida ash kitob bo'lish kerak. Ash kitoblar bo'lish kerak. Ashuning o'zidan mazmundan nim qilib bolalarimizga davomli shu tariximizni tushuntirish, tarixda qandaq davlatlarni qurgan, qandaq o'z qahramonlarimiz o'tgan, qandaq olimlarimiz o'tgan, qandaq podsholarimiz bo'lgan, masalan, ashuning hammasini o'rgatish bizning vazifamiz. Shuni qilmasak, avlodlarimizga xiyonat qilgan bo'lamiz biz. Avlodlarimizni Uyg'ur qilib tarbiyalamagan bo'lamiz. U vaqtda avlodga biz xiyonat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun bu yerda tarixiy ilm nihoyatda muhim. Biz boshqa millatniki tarixini o'qishni to'smaymiz. Ammo birinchi qadamda o'zimizning tarixini bilishimiz kerak. O'zimizning tarixini bilib, undan keyin ikkinchi qadamda boshqa millatni o'qishimiz kerak. Uyg'ur tarixini bilib bo'lgandan keyin turk tarixi degan tarixlar var, mesela bütün Türkiye millatlarının umum tarixi. Ondan keyin o'zi islom tarixini o'qimsa yoki bo'lmaydi Yevropa tarixini o'qimiz, dunyo tarixini o'qimiz, nima o'qisang bo'laverdi. Ammo birinchi qadamda o'qiydigan narsa nima desa, o'zimizning tarixini o'qish kerak. Andan bunday o'qimasdan uning o'zini 2-3 oyning o'zini yoki 6 oy vaqtimizni, kunligi 2 soat vaqtimizni chiqarib 6 oy o'qiydigan bo'lsak, bütün tarixning o'zini o'qib bo'lamiz. Hozirgi bu nimada o'qib qo'ygan narsa borki, tinchab qo'ngchi deb tinchab o'tirsaqmi, bu yer ishlab olsaqmi, shunda tinchasaqmi, nima qilamiz misol. Nurg'unlagan kitoblar shu to'g'rida o'qib qo'ygan. Shunda o'ngay bo'lib ketganda. Shuning uchun biz diniy olimlarimizga hurmatimiz bilan shuni o'zi iltimos qilamiz, tavsiya qilamiz desak, o'zini cho'ng tutib mandaq deyotadi deydi o'yle. İltimas qilamiz. Birinchi qadamda jamilarimizda bo'lsin, mayli o'z yig'ilishlarımızda bo'lsin, o'zimizniki tarixini, o'zimizniki nima madaniyatimizni tarixdagi shuning o'zini o'rgatishimiz bu birinchi o'rinda turishi lozim. Undan keyin, ya'ni zaman uzungu, 1 yil, 2 yil ketsa bo'laverdiga, har qatim suhbatda o'tirgan vaqtida bir mavzuni, misol, bir davlatniki qurilgan o'rni, vaqti, vaqti, uningdagi qurg'uchi, uniki yiqilgan vaqti, shuning o'zini har qatimda bir o'ltirishda bir davlatniki, shu davlat qurilgan vaqtdagi Uyg'urlarning ijod qilgan narsalari, olimlari misol, shuning o'zini bir qatim so'zlab chiqsak, millatga 1 yilning ichida degan nurg'unlagan o'z narsasini so'zlab qildi. Shunday qilish orqali millatniki milliy ruhini yetildirishimiz lozim. Undan keyin arabni o'qisaqmi, u vaqtda nima bo'ladi desa, tamam bularning bu tarixi bor-ki, ammo biznikimi shunday o'zi bulardan qolib qolmaydigan bunday no'sh tariximiz bor-ki. Bizning ajdodlarimiz bor-ku, dunyoda no'chi odamlar ekan bu deb o'ziniki Uyg'ur bo'lib qolganligidan faxrlanadigan bunday holat shakllandi nimada. U vaqtda milliy ruh insonda paydo bo'ldi. Şuna o'zi
birinchi o'rinda davomli o'zimizni o'ylashimiz, o'zimiznikini ya'ni xuloslagan vaqtida o'zimizning tarixni o'gitishimiz bu nihoyat bek muhim. Tarixchilik narsalarning hammasini zodi nima shunda yoziq zoti Sharq Turkiston tarixida shunday tafsiliy yoziqliq Turg'un Almasniki hamda 1200-yilnikidan keyingi yo'q hamda. Sharq Turkiston tarixida ta Majonyongniki yana shu 30-yili hattoki undan keyingisin bormiki shunchalik o'zi yaqin zamongachilik bor hamda. Uning birsidagi tarixlarning o'zini hozir yozuvchilarimiz yezib tayyorlayotdi. Hatto Nabijon Tursunnikida bo'lishi mumkin mush yaqingacha bo'lgan voqealiklarimiz. Uni men oxirisini taxmin qilmadim. Ammo ashuni bilishimiz lozim, avlodlarimizga bildirishimiz lozim, avlodlarimizga do'st dushmanni to'g'ri tushunishimiz lozim. Düşman izlab boshqa yerga berib biz bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan insonlarni dushman tutadigan mundaq o'zi nodonlikdan avlodlarimizni qutqizishimiz lozim. Buning hammasi nima bilan bo'ladi desa tarix bilan bo'ladi. Yani bir nimada bir kitob jahosniki jahosida bir ret zodi bir 20 tal kitob o'zimizning tarixi, madaniyati, urf-odatiga munosabatlik Uyg'ur xalq dostonlari, Uyg'ur xalq cho'chaklaridan tortib, shu 20-30 parcha kitob o'zimizning bo'lishi lozim. Arabnikini o'qiymiz. Shu rivoyat deganning o'zi doston degan gap. Roman degan gap. Arabniki shu romanlarning o'zini o'qiymiz. Uni nihoyat qadr qimmatini qilib turib o'qiymiz. Ammo o'zimizniki kelgancha o'qimaymiz. Masalan, nimaniki Zurdun Sabirniki, andaki Abdurrahim O'tkirniki, Ez Uyg'ongan zimin degan, Ana yurt degan mush kitoblarning o'zini o'qiydigan bo'lsak, bir tarafdan roman, yana tarafdan o'zi tarix ma'ni o'zi. Ashni o'qish orqali o'zimizniki nurg'unlagan o'zi ajdodlarimizning nima ish qilganligi qani o'zi biz bilib olaymiz. Bizniki buningdagi nima ish qilishimizga bu tariximiz yo'l ko'rsatadi. Shuning uchun bu yerda yana ta'kidlaydiganimiz nima desa, har bir Uyg'ur oilasida shu kitoblarimiz bo'lishi lozim. Qur'on bilan teng holatda sanamasak-mı, Qur'ondan bir daraja ashuni to'van holatini qilib o'zimizni tunishtirgan kitob bo'lg'achqa bir baldaq tövniga ash kitoblarimizni qo'yishimiz lozim. Uni davomli bolalarimizga o'gitib turishimiz lozim. Uni nurg'unlardagi rasmlarni tortib bor, masalan shu Uyg'urlarniki matbaasiniki rasmlarini tortib bor indaq kitoblar bor hozirgi vaqtda. Demak, bundan 1200-1300 yil burun matbaa yasab, matbaada kitob chiqarib qilgan bir Uyg'ur millati. Misalda qog'oz yasagan Uyg'ur millati. Bundaq o'zi madaniyatlarni bolalarimizga tunishtirish orqali bolalarimizni o'zining Uyg'ur bo'lib dunyoga kelganligi faxrlanadigan bir holatni shakllantirishimiz va bundan keyin o'z millati vatan uchun kurash qildigan, kurash qilganiga g'urur his qildigan, hech o'zi charchash his qilmaydigan, vatan uchun kurash qilgani qarta hajjab qildim bu ishni qilmasam bo'pti deydigan bunda holat shakllanmasdan bu ishni qilganiga men nihoyat xo'sh deydigan, vatan uchun kurash qilganiga nihoyat xo'shallik his qildigan bundaq avlodlarning o'zini yetishtirgan narsa o'z tariximizni o'qitish. O'z tariximizdan yaxshi dars chiqarish. Mana buning o'zi bizni mushu narsaga yetaklaydi. Bizniki tarixda o'tgan diniy olimlarimizning ichida mush Mamtun Bug'ra tariximizni yozib qoldirib qo'yibdiki. Qolgan bir mollaniki tarix yozgan molla yo'q. Savtajda mollami davlat qurgan bo'lsa-mu, lekin oxirisiga berib shu Payg'ambar alayhisolamniki tarjima holini yozib qo'ygan. Misolda shu zamondagi shu 100 yil ichidagi bo'lgan voqealikni yozib qo'ygan bo'lsa-mu, bizga nurg'unlagan foydasi bo'lgan bo'ladi. O Savtajda mollam buni yozmasimi, arabda yozib qo'ygan narsa u. Hojatimi yo'q. Keyin arabcha bildigan bir Uyg'ur chiqib lekin uning o'zini tarjima qilib qo'ysa bo'ldi. Bu qadar yani. Shuning uchun bu xalqi Uyg'urlarning ichidagi bilimli odamlarmi bundaq narsalarga nihoyat ahamiyat berish lozim. Hozir misol vatan bo'layotgan nihoyat ig'ir ishlar va u biz bu vaqtda mushu ishlarning hammasini tarix betiga yezib qoldirish lozim. Avlodlarimiz keyin buni bilishi lozim. Yani yig'ib aytgan vaqtida tarixni bilish nihoyat muhim.
Özümüzün tarixini biliş birinci o'rinda turdi. Eşib qolganiga boshqa millatnikini o'rgansak bo'ladi. Hech qanday bizniki uningga nima ish qilganini o'qiysa, uni o'qisan gunoh deydigan hech qanday nimamiz yo'q. Ammo o'zimiznikini o'qimasak jinoyat u. Nihoyat og'ir jinoyat. Ballarımızga mı xiyonat qilgan bo'lamiz? Ballarımız mı o'zimizning tarixini bilmaydi? Uningdan Uyg'urlikqa, Uyg'ur bo'lib qolganligiga faxrlanmaydigan bundaq holat shakllandi. Uningdan boshqa millatlarni qadrlaydigan, boshqa millatlarni ajoyib deb o'zi uni chapini ko'targan bir o'zi nachar bir avlod bo'lib yetishidi. Shuning uchun biz tariximizni boshqa millatlarning tarixi bilan monopol qilib olmasdan o'z tariximizni aynan o'qitish, o'gitish bu o'zimizniki Uyg'urlik vazifasi va ota-ona bo'lish sifatimiz bilan ota-onaniki, bolalarniki ustidagi bir vazifa, ya'ni bolalarniki haqqi bu. Xo'sh. Allah razı olsun. Onun üstüge tarih öğrettik diye takdirdim ama aşağılıkı daha köptürülgen, ilahlaştırılgan ya olmasa kılıcın noksansız bu Araplarning tarihi için. Bu şekilde köştülgenden keyin bizning tarixlarimizni o'qisa, bizning tarix romanlarimizni o'qisa, tushkunlashish, masalan, bak to'lib mag'lub bo'ladigan bir haqqimiz biz uchun. Aşınçılık Xitayga kichkina Xitayga nurg'ulg'a adam qarshi turmabmiz. Manas daryoning manchilik yetibdimiz. O bu degandek ma'qul tushkunlik berib boradigan ba'zi tarixlarimiz mi? Bularninki A tarafga niqib ketishigimichu yaqinda bir Uyg'urning deylamdi chu. Tabiiy nima qildi? Asli ularningmi nurg'ulg'an xatoliklar qilgan sodir bo'lgan tarixidagi ba'zi salbiy voqealiklarni ko'rish kerakda. Onu ko'rsatib bermagandan keyin shuning bilan ashunday bir o'zidan millatidan nima tarixidan xo'rlik his qilib, tarixni so'zlasa faxrlik his qiladigan shunday bir holatni shakllanib qiladigan uchun. Buniki sababimi ya'ni-chu, mushu biz hozir mushu nerbiri 7-800 yil desak nima? Saydiya xonliginiki birisini hisob qilsakmi, 300 yil. 300 yil jarayonida mag'lub bo'lishimizning butun sabablari nada desa, o'zimizniki milliy kimligimizga, tariximizga ahamiyat bermaganligi uchun u o'zimizning dushmanni to'g'ri tutmaslik, siyosatni to'g'ri yapmamaslik sababidan biz mag'lub bo'lib kelgan. Misol bo'lmasa burun dunyoda o'zi to'rt taraf chepib butun g'albini qilib kelgan Uyg'ur millati nima deb undan keyin g'alba qilolmadi? Hech qanday siyosat bilmaydigan, o'zining tarixini bilmaydigan, Arabga o'zi cho'qindigan ashundaq odamlarning oqsiga kirish orqali mag'lub bo'ldi bizning ajdodlarimiz. Mush 300 yil ichida. Buning hammasi o'zimizlik boy deganga o'xshash tariximizga va dunyo tarixiga bunday bir qarab, undan dunyodagi yana uni ichida musulmon tarixi qaraymiz, kofirlarnikini o'qimaymiz degan nurg'ulg'an shunday qutliqashan narsalar bor. Tarix degan kimlik bo'lishni qatnasa Qur'oni Karimda bir o'nlikniki voqealigim bor-ku. Misol, agar o'z kofirlarniki voqealigini demaydigan shu bo'lsa, Alloh taolo nima deb u yerda Qur'onda Fir'avnning voqealigini tilga oladi. Demak, bu yerda hamma odamnikini dunyoning tarixini o'qib, uningdagi u yerda bir siyosat o'rganib, strategiya o'rganib, uningdagi millatni qanday qutqizamiz? Nimaga asosan? Buning o'zini bilish kerak. Bu yerda buni qilmay turib, lekin berib, u yerda Arablik yozib qo'ygan bir kitobni qo'liga olib, lekin andakin o'zi dinchilik qilib u yerda, misol shu Yaqub Bagniki zamonasida Britaniya imperiyasi aş davlatni e'tirof qilib, keyin o'zi Char Rusiyani e'tirof qilgan vaqtda dinchilik sababidan Osmonliga bay'at qilgandan keyin bostirib o'tgan misol. Mana shu vaqtning o'zida shu Yaqub Bagniki bu davlatni saqlab qolaylik degan bir nimasi bo'lsa, to'xtab turay, buni o'zi shu Britaniya imperiyasi bizni e'tirof qilibdi. Ashyaga bir 1000 bolaning o'zini chiqarib o'tayli. Bir 5 yil o'qib kelsin. 5 yildan keyin o kelgandan keyin zodi davlatga esqatgan bir insonlar olib keldi misol. Shunday qilib qilolmagan.
Odam nega apırsiz dese, misal şu 2012'de men Misirga baga vaqtda 3-4 ming Uyg'ur var degende, keyin men ketgan vaqtda aşağı turayotgan bal hozir 15 mingdek Uyg'ur var. İlim nerede dese Arap memleketlerine yuguraydi. O nima öyle Arap memleketlerinde? Arap memleketlerinde ilim bolsa, aştaq turamda Arap memleketleri. Aşının özüne hiç qanaq his qılmaqlıq. His qılmay aşağı görüp, Arap tilini öğrense ilim hesaplaydı endi. Şu 5-10 ming insonning o'zi g'arb davlatlariga chiqib, g'arb davlatlariga hozir zamonaviy ilmni o'qigan bo'lsa, hozirgi vaqtda har soatni yetilgan vaqtda Uyg'urlarning ishini qildigan odamni jiq chiqadi-ku. Bundaq ish yo'q. Andiki o mollali keladi, bu yerga kelgandan keyin hammasi o'ziga murid to'plab o'tirdi. Hozir Turkiyada har bir mollaniki bir taldan nima darnigi bor. Atni qo'yaverdi ish qilib, her gün bir dernek yıkılsa, bir dernek onu turayotgan aşındaq qilib biz nurg'un dernekler var misal. O yer o her bir mollaning aqti ayrım yer namaz o'qiydi. O mollalar hiç bir zaman milletni birleştirmaydi. Çünkü nima ish qilgan vaqtda non kerak ularga. Nonni tepish uchun o yerda nima kerak? O'ziga ayndaq to'pilgan muridlar kerak. Ular ish qilsa o'tmaydi, ish qilmaydi. İş qilmay uni ostida nochi mashina, nochi uy, yeb ichishlar nochi. Nerede keldi o narsa? Osmonda Alloh taolo o bir olti yomg'irni yog'dirib beryaptanda. Shu hammasi millatniki pulisi nima qildigan gap. Yo'q, u yerda bolani o'qitdik deydi, ashni dasma estalab, u yerdan pul yig'ib, bizim shu Yevropadan nurg'unlagan pulni Turkiyaga avatgan bo'ldik misol. Yillardan bir avat nima qotimiz hozir shu 2 yil bo'ldi. Angliyadan faqat zot avatmaymiz dedik. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtida millatga asqatgan narsani o'qitmaydi. Faqat arab tili o'qitsa, u odam jannatga kirdi. Arab tili o'qib shundaq o'zi ixlos bilan bo'lib ketganimiz qarta jannatga kirdikmi hozir jahannamda yashayapmiz misol. Mush yashaganimizning o'zi Qur'oni Karimda Alloh taolo Qur'onga ergashsangiz sizlarni nijot topqizdi, nijotlikka erishdi, g'albaga erishtirdi deb Qur'onda yoziqliq. Ama bizcho g'albaga erishdikmi? Erisholmadik. Demakki biz Qur'onga ergashmaganlikniki kasofati, Qur'onga ergashgan bo'lsa, Qur'onda har millat o'ziniki tarixini bilish, o'z tilida so'zlash, hech bir millatning tili yana bir tildan o'z ortiq emas, afzal emas. Hech qanday bir millat yana bir millatdan afzal emas. Hamma millat dunyoda Alloh taolo yaratgan millat u o'xshash. Shuning uchun har millat o'zi uchun xizmat qilish qilgan vaqtda boshqa millatni kamsitilgan shart ostida o'zi uchun xizmat qilgan vaqtda u qutuldi unday zulmdan. Bizcho degan vaqtida o'zimiz uchun, ya'ni shu hozir vatanning o'zini Uyg'uriston qurimiz. Uyg'uristonni ozod qilish uchun desa, nurg'un odam mangmaydi. Misol nima ish qilsa, uning o'zi degan islom degan bir purax yo'q bu yerda. Bir demokratchilarning nemasi, unda bo'lgandagi u yerga berib qilsak biz shehid ololmaymiz. Deydigan manda qara qo'saqlarda dunyoda. Mesela 96-yılı kurulgan Şərq Türkistan azad təşkilat kurulgan vaqtidami? Aş vatan millet desek bir zembil göç oldu ekanmiz deb, şu yerda jidal chiqib, birisini o'tirib ketmadimi Uyg'urlar? U qadar yani jannatga oshiq. Jannatga shunchalar oshiq bo'lgan odam o'z millatini qutqazsang, u jannatga kirsa, illaki Arabni qutqizish, Arabni tuproqqa kelib o'zi nima qilish şart emas. Yani vatan millet dese bizden bir göç olamış sen mahsum degan naimas aşın deb milletki beyimince aşında pişli pasatını to'g'dirib o'ltiradi. Bütün Müslümanlar, bütün Müslüman memleketleri Türkiye başlık hammasi vatan millet için kurash qilyapti. Ular vatan millet dese hech qanday gunoh bo'lmaydi. Uyg'ur vatan millet dese gunoh bo'ladi, cehennem kiradi misol. Bundan bir ahmoqonlik ish bo'ladimi? Bunun hammasi nima desa, beşik tuğan adamlarning içinde, hemmisini demeyimiz zaten. Aşının içinde məxsus Xitay'niki adam var. Onun için qıvatqan iş bu. Xitay karşı diyen gap çıkamaysa, Kur'an'da Xitay diyen gap yok. Yahud Nasara karşı muşatsan at dep, aşağıda şunu ögütüp çıkargan deken, aşını yadıltıp, şunu olan özü Xitay'ın depini çelip bu yerde qıvatqan iş. Bu şunun hemmisini neymi dese,
tarixni yaxshi o'qimaganlik, tarixni bilmaganlik uchun arablarga berilib, uningdagi faqat o arab tilini o'qib kelgandan keyin jam boqolmaydi odatda bu odamlar. Faqat ay murtlar orqali jam boqmasa yoki qo'liga 20-30 balani yig'ib oladi, mosh balani o'qityaptim deb pul yig'idi, shuni ol jam boqadigan gap. Tamam, şunu ol jam boq, ammo sen haqni so'zla, haqni o'rgat. U vaqtda u ish boshqa. Ammo sen u yerda u millatni bir tarafdan sho'raysa, qinni sho'raysa, ikkinchi bir tarafdan millat uchun xizmat qilmaysa, qanday gap ketdi bu? Shunga Yeni biz hurmatli qarindoshlar, biz ba'zan qattiq chechilib qolamiz. Chunki nima ish qilsa, ichimizga o'tib ketdi bu narsaning o'zi. Biz özümüzni birinci adem qilishimiz lazım, özümüzni tanışımız lazım, balalarımızla ham tanışımız lazım. U narsa faqat tarix bilan bo'ladi, o'zimizni tarixi bilan. Arab tarixini o'qish bilan hech bir zaman Uyg'ur o'g'lanmaydi. Uyg'ur bo'lish uchun Uyg'urning tarixini bilishimiz lazım. Xo'sh. Ben o 10 yıl burun tercüme kılgan bir kitap vardı, bunu köşk tutayım, yani kürdüm atamda. Küremevatıda İmamlar ve Sultanlar diye bir kitap var. Bu şu kitabını okusam yine aşı vakitte töt halifedin kin, yakımız şu vakitteki aşı devredeki Umavilerin ki hakiki tarihini, Abdülbeşirisini aşağıda küreleydici. Bir 300 netçi bet, ya 200 bet, 250 bet kitap bu cu. Elip okup baksa oladı o karındaşlar. Yani mesela ben PDF'ni çıkarıp koydum. Onu okusu buludu. Uygur aşı tor kitap nemelerdi bağucu. Eğer ki menden sonrası ben üyet pesem buludu. Onu biz Atay'da vakit çıkarıp tercüme kılıp bulduk. Ben o tarihte okugandaki başkaça acayip oldu ben için. Bu tarihler ne için medreselerde ya ki biz İslam dininde, İslam tarihinde büyütülgen bu tarihi nimelerinin işi bizge sözlenmeydi. Desem onun işi de acayip vəhşiyane işlerinin boğallığını yazıdikinde boğan işler ki. O asaslıkan İmamlar ve Sultanlar şu Ömeviler vaktinde yaşayan İmam Ebu Hanife'yle bilen onunla karşı Emevilerini ağdırıp Abbasiler çıkıldığı ki şu İmam Ebu Hanife her ikili devirde yaşaydıkken şunun tarihini çördüğün alda iki sulaların ki birbirinden kılıngan uruşları hatta şu Medine'ye berip kılgan basqınçılıkları degендek muşunda tarihler baki şununda. Qarindoshlar o'qib baksa o kadar kök götürüp ketgidek da halatım emeskini bu tarihlarni uchun. Elbette tarixning har xil nimalar bo'ladi. Onundan qanday dars elishni o'zimiz dangsab manda shu. Olga yepish pishiga esiladigan ish qilmay, o'zimizning sharaflik va ba'zida salbiy taraflarimiz bo'lsa-mu, bizning nihoyat faxrlanadigan yerlarimizning borligini bilgandan keyin, onundan keyin o odam biraz tampon holatda qaraydigan bo'ldi-da tarixga. Meyli Arabning tarixi bo'lsin, o'zimizning tarix. Boshqa deydigan gap bo'lsa, desalar ustoz. Hamda tarix, masalan, Qur'on Karimda qissalar tarixi, payg'ambarlarning tarixi bor. Ama bu tarixlarda asosli qaysi jilnamada bo'ldi deb u jilnama undan keyin bu yer bular bek muhim emas. Eng muhimi aşağıda bo'layotgan voqealardan bizga nisbatan dars elish. Shuni bir maqsad qiladi ekan hamda bu Qur'oniy nimada qaragan chog'da. Mana shunday his qildim. To'g'ri. Qur'ondan maxsus oyat keltirmaydigan so'zlik bunida. Uning uchun qisqa vaqtning ichida jiq narsa deyilgan bo'ldi. Qur'onda uni maxsus oyatni keltirish kelib qolsa, shu 25 payg'ambarniki uning qarshisidagi insonning hamma oyatining o'zini tafsil deyish to'g'ri keldi. Qur'on zaten nurg'un qissalarni o'z ichiga olgan bir kitob endi.
Navagandikin şu qıssalarning hammasi nima desa tarixiy voqelik hisoblanadi. Haqiqiy hadis Qur'oni Karimda bu Qur'ondagi shu tarixiy voqelikning hammasi nima desa Qur'ondagi hadis qismi deb qaraldi. Şoňa biz bu hadis babıda onu sözlegen vaqtida hadis ikkiga bölündü. Birinchisi hadis Allah Taala Qur'onda bayon qilgan voqelik, uni ishonmasak kafir bo'lamiz. Yana birisi Peygamber Aleyhisselam vafot olup 250 yıldan keyin yazılgan rivayet hadislari. Bununla ishonsak kafir bo'lamiz misal. Onu din deb ishonsak kafir bo'lamiz misal. Onun için buni biz Qur'ondagi bu hadislarning o'zini, Qur'ondagi Peygamber ve onun karşısındaki insanların vakaligini bir tarihi vakalik sıfatida tunup onu bilişimiz o bizge dini noktadan muhim. Ama biz aşına kirişip ölüp geçtikçe o 25 peygamberin tarihini okuş için bir ötüp geçip 3-4 gün en şunda aslı okuyduğu adam 3-4 günde okup oldu misal. Hem de onun açkan bu özümüzdeki Uygur tarihi bu narsalarni o'qish uchun mesela boy degan o'xshash hozir Nabijon Tursunniki kitoblarni hammani hisobga olgan vaqtida nari bir 20 ga yetmaydigan Uyg'ur tarixiga doir kitoblar. Ham romanlarni Abdurahim Ötkürning iz o'yg'ongan zamin degan o'xshash o nimaniki Ana yurt degan o'xshash Zurdun Sabirniki. Undan boshqa nurg'ulgan Sharq Turkiston burkutlar degan o'xshayda nurg'ulgan roman kitobi bo'lgan. Aşındaq kitabın hammasini yığsak, bir 30 tal kitap mı dep koyaylı. Hocalar tezkirisi misal bizniki aşı nurg'ulgan, aşı vayrondochilik sağan, aşı voqealarni hammasini bilmesek, 50 parça kitabın özüne, noç kitabının 50 parça kitabını okusak, özümüzün nurg'un tarixlarining özünü o'qigan bo'lamiz. Bizning yeterlik kitabimiz var, o'qish kelib qolsa. Aşını hammasini o'qib, ondan keyin u yerda biz tamam nurg'un g'alaba qilgan yerlari var. Ajdodlarimizniki mag'lub bo'lgan yerlari var. Bu yerden biz ders çıkarıp, qandaq qilganda biz g'alaba qilamiz degan darsni chiqarib, bu yer shunun qarta ish tutishga bo'ldigan gap. Biz tarixni bilmay turib, o kelajak qarta qandaq o'zi Türklarning bir gapi bor, tarixni bilmagan millat yo'qolur degan bir gapi bor ekan. Demak, o'zimiz tarixini bilmasak, demak yo'qolish qarta ketayotgan bir millat holatiga keldik degan bo'ldi. Shuning uchun bu yerda Kur'an'ın yanında özümüzün tarihi buluş gerek. Bir yer seyahat kılıp nurgun pulunu haşlayıp etip, yokulan nesi haşlayıp keldi aşağı bağı. Onun ornuna özümüzdeki $500 çıkarıp koysak hemen nesi keldi aşağı. Bütün kitap geldi $500. Dişi mesela hem de Xitaylar bizimki tarihi düşmanımız deyimiz o. Biz hatta Uygurların ya Türklerin tarihini mesela Türklerin tarihini yazsın Uygurların tarihi yazılmaydı. Uygurların tarihini Xitaylarning tarix manbalariga qarashma, uningda shu nurg'ulg'an tarixlar Xitaylarninki shu tarix yozish odatiga asosan yozilib, bizni dushman ko'zida ko'rib bo'lsa, yozib qoldiganda bunuchi. Doğru. Shunga bu millat hozirga yo'qolmoqlagandichu. Boshqalarni eritibdiki, o'zininki tarixini qat'iy unutib qolmoqlar. Düşmanım bu her zaman bunun bana nime keldi deb hozir qilayotgan ishlarim shu tarixniki nimalarga asosan e'lingan tayyorliklarda ba'zilari. Elbette. Alqi Sunziniki harbiy dasturimi shunday bir kitap bor bu yilgacha. Ana 36 yili degan kitaplar bor. Aslında bütün Xitoylar o'qib chiqadi misol. Xitoy millati oldiki, hammasi ashuni o'qib chiqadi. Bizmi şu Şarkı Türkistan tarixi deymiz. Misal, aşına qo'shish bir 3-4 parça kitobni o'qisakmi, nurg'un narsani bilib chiqamiz misolda. Aşının o'zini o'qimay, undan keyin o'zimizning tarixini hech bilmaymiz. Texi bildiganlarning o'zini 1000 yil oldiki ajdodlarimizni tillaydigan, ular kafir deb o'tirib, tillaydigan mundaq tuzkor o'zi avlodlarmi chiqqan gapda. Bu nereden keldi desa, xato e'tiqoddan. Yani dinni xato tushundirganlik sababidan kelib chiqqan narsalar. Bo'lmasa Payg'ambar alayhissalomniki 22 atasini sanab chiqadigan shu nima dalqi Mavludning o'zida. Qusay ibn Kilab ibn Fihr ibn deb aşağıda 22 atasini sanab oxirisi borib Ismoilga taqaydi. Ashning o'zini bütün mo'llal o'qib chiqadi, shu Mavlud Sherif deb ashuni nima qildi.
Onun özüne hiçbir zaman kafirke demeydi, müşrikke demeydi. Özümüzdeki gerçek dese, o naat itiqat tutup gidip, özümüzün ata-bobasının özünü müşrik dep tillap yurtgan gep. Bu özü ata-bobamızga asilik, ecdatlarımızga asilik qilganlik o hesaplandı. Bu bir cinayet bu. Ben yakında bir kitap okuyattım ama kitap anlaştıpıda bir top bakken, yedim nurgun seviyelik adamlı bakken. Ben şu bir haftadan yankısı Amerikalı George Furman, demek o adamın ismi. Bölme Federik'teki adam. Şundaki yo'qolgan ma'rifat deb şu O'rta Osiyo tarixi aloqador bizning Uyg'urlarning tarixiga aloqador mazmunlarmi bor. Şu Türklarninki O'rta Osiyodagi tarixini zodi bu islom kelib undan keyin bu yerdagi Yevropa uyg'unish davriga qadam qo'yishdan burun şu O'rta Osiyodagi olimlar dunyo ilm-fan tarixiga, dunyoda nurg'un imperiyalarni qurgan nurg'un algebra, ondan keyin astronomiya, o bu her qaysi Biruni deymiz, Ibn Sino deymiz, Tibabatcha. Meyli şiriyatda olsun, meyli devlet qurush jihatlarda olsun, mushu to'g'riliq ma'lumotlarni, ya'ni har bir davlat o'ziga ayrim tarixlarni yozib oladi, ayrim olimlar ega bo'ladi. Bu adam şu butkul O'rta Osiyodagi Türklarniki tarixini bir yerga juqlab, onun da nimaga bo'lmay, O'rta Osiyodagi zodi ashunda gullanish nima uchun shunda bo'lgan deganni tadqiq qilib bir kitob yozibdi. Bu kitobning uyg'urchasi minbatdan oshidi hamdi. Men Angliyada bir odam tarjima qilibdi. Hozir men shuni o'qib turyapman. Shunday kitoblarni o'qib, buni kengaytirib tarqish kerak-da. Ondan keyin oyadiki o xil taraqqiyotlar zot islom dini kiriblar, undan keyin mislsiz bir ko'tarilib ketgan ish emas. Bizning o'zimizningki bu fitratida o'zimiz qurgan davlatlarida şu ilim-fanning taraqqiyotiga o'rin hozirlaganligimiz, bayashat davlatlarni qurganligimiz, xalqlarni nihoyat yaxshi, hatto xalq kutubxonalar, shunga o'xshash narsalarga qattiq e'tibor berganligi to'g'riliq nurg'un ma'lumotlar bor ekan-ku. Bu bek muhim. Shunga o'zimiz nimaga qarab qolmasdan, shu kengari sohada izlanib bir tarix o'qisak, texim yaxshi bo'ladi. Bularma Özbeklerninki Qurultay deb bir kanalı var. Bir yerde gayet yaxshi. Aslında Özbeklerning tarixi degancha va Selçuklar, Uyg'urlar debchi. Qorluqlar deb chiqdi aşağı zaten. Onu to'xtamay deydichi. Bu tarafdan nima qiladi? Biz Uyg'urlarni tilga olib, har qaysi nihoyat sharaflanib turibdi. So'zlab turyapti-chi. Ularni tinchish kerak. Eğer Uyg'urlar mush Arab tarixini o'qiganchilik o'zimizniki shu Türk Tillar Divani, ana shu Qutat Qublik degan bir davlatni qanday boshqarish sohasida yozilgan bir dastur. So'ziniki shu dasturga o'xshash bir dastur misolda. Shu kitobni o'qigan bo'lsa, davomli avloddan avlodga o'qitib kelgan bo'lsa, Uyg'urlar hozirgi makuni qolmaydi. Tarixdan buyon shunday bir dasturni tutib kelgan Uyg'urlar. Ama bu dasturni tashlab o'tib, undan o'z arabniki hikoyasiga eslab olgandan keyin kunimiz bu oldu misolda. Shuning uchun bu yerda bizniki qaqshaydigan yerimiz nerede desa, tamam o arablar o'qisin, qaysi o'qisa bo'laverdi o'ziniki olgandan keyin. Ammo bizmi o'zimiznikini o'qishimiz kerak. Biz ayrim bir millatmiz. Undan keyin o'z millatniki bir qilsa, biz millat İbrahimning millati edi. İbrahimning millati degan odamni qiyomat kuni Alloh taolo nem qildi. Hisob olindi odamni. Sen qanday qilib İbrahimning millati deydi u yerda? Biz İbrahimning millati emas, u yerda İbrahimning millati deyishlik sabab nima desa, arablar İbrahimning millatidan degan gap bu. Sizniki ajdoding İbrahimdan boshlangan, uning uchun sen İbrahimniki nasldan sen. Degandan o'zi nimani bildirdi desa, biz o'zimizni tahlil qilgan vaqtda shu yerda o'zimizni ashuna saqagan vaqtda biz O'g'uzxonning avlodi ekanmiz, Sutuq Bo'g'roxonning avlodi ekanmiz, Ko'ltekinning avlodi ekanmiz, Mahmud Qashqar, Yusuf Hasojibning avlodlari ekanmiz deb o'zi mandaq o'zi bizga ma'nosi esimiz kelish kerak. Bu Qur'onda millat İbrahim degandeklar
Hem adamın balları koy biz degende sen kimnin milleti İbrahim Halilullah'ını dep. Qandaq o'zi yalğançılık bu. Biz qandaq İbrahim Halilullah'niki avlatları olumuz misal? Oğlum, meningçe aşağıda İbrahim'in milleti diye demem. Yahudiler bilen bu Araplar birbiri bilen uruşup şunam ya. İsrail Hmm. oğulları bilen şu Araplar şu. Birbirini öldürüş kılgandan keyin belki olağa nispeten sizlerning manda yıldızlar tutaş bir erkek genç aldıçı. Elbette elbette. Digeye kapıram digideymi. Ya şu elbette. Çünkü misal bizniki vatanda aşında bir neyim bu qalgan vaqtida Uyg'uriston desek nurg'un o'zi Türkiye milletinden bar emasmi? Qarshi chiqib o davlatni qurg'ul qo'ymay hokazo qilgan vaqtida Türkiston desa uning hammasi og'iz yepildi misol. Xuddi shunga o'xshash u hammasi nima desa Sami millati deydi o'zini. Türk nima Arablar. O Sami degan Samiylarniki tarixi desa o Qosimi millatga deb yurishga hojat yo'q. Ha shu Nuh alayhissalomning 3 bolasi, Hamsam, Yapes degan 3 bolasi bo'lib, shuniki Ham deganning o'zi apirqiliqniki dadasimish. Ma Sam deganning o'zi mush Arab, Yahudlarniki ajdodlarimish. Yapes deganni bizniki ajdodlarimizmish endi. Demek bu yerdeki nersi nima desa Samilan tarixi desa Sami degan bir millat emas, bir odamni eti. Ya'ni shuningdan barliq kelgan Arab millati demak endi bu yerda. O İbrahim'e kelgan chaqcha İbrahim'e kelgan vaqtda anki nurg'unlari masalan Suriya va kaza boshqa ayrılib Arablar ayrim bir yer, Yahudlar ayrim bir narsa bo'lib, din sababidan Yahudlar ayrılib ketgan. Ama Peygamber Aleyhisselam o'tgan degan vaqtda Yahudlar ayriliqda Medine deganda 40-50% yaqin Yahud bo'lgandan keyin o cho'ng bir kuch. Shuni o'zi u yerda birlik sap hosil qilish uchun hammamiz Ibrohimning millati deb so'zlaganga o'xshash, hammamiz bir turk deganga o'xshashlar, o'zi Ibrohimning millati deb ayni birlik sapning o'zi qurib ayda davlatni birlikka keltirgan nemasi bor. Siyosat endi buning o'zi faqatla. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa biz ecdatlarımızın teniş bu bir cinayet. Meyli o Müslüman olsun, meyli o kafir olsun, qandaq dini itiqad qılsın, o özünün işi. Lekin biz şu adamınki evlatlarımız. Turib lekin berib İbrahim'in evladı biz deb başqa adamga beqib olgan bola bo'lib qolishga hech qanday kerak yo'q. Hey Allah razı olsun. Ahmetcan fida yukarı düşeyim. Sizin deydiğin gap var mı? Böyle dişimiz. Ben bugungi programmani diniy tarixni asos qilamdiki deb o'ylab ekanman. Ammo o'zimizning tarixiy markazlashdi ustoz. Agar fursat bo'lsa oldimizda shu islom tarixini bir qisqa o'zetlab bersa, bugungi shu o'ydirilgan din bilan munosabati bo'lganligi uchun qandaq bo'lib qandaq monopollik bilan bu tarix yepilib bugungi kadar ashtaq kelganlik haqida diniy tarafdan bir yo'ritilgan bo'lsa deb o'ylab qoldim. Uni Xudoyim bo'lsa uni qilamiz. Ammo monopol qilingan tarix degan bo'lg'achqa bu yerda monopol qilingan Arab tarixi emas, Uyg'ur tarixi bo'lgandan keyin oxirida Uyg'urlarning tarixini so'zlashga majbur qoldik endi. Hayatın gap orasida Uyg'urlarning tarixi yozgan boshqa bir molla yo'q degan gap bo'lib qoldi. Molla Musa Sayraminingki Tarixiy Ahmadiyya degan kitobi hammadan burungi yozilgan tarix bo'ldi bizga nisbatan. To'g'ri. Yani Sharq Turkistonliklarga nisbatan. Shuni ustoz unutib qoldimi, atab ketib qoldi. Mana gap qilgan do'stlar eslolmas uchun qo'shib qo'ydi. Shu ikki kitob molla bor ekan, hamda molla Musa Sayrami bilan Mamtin Bug'ra ekan endi. Shu nimqonli tarix yozgan. Yani başkalarıma bağlı yazgan ama bek bizden alıp bire kitap okuş nimemiz, enenimiz, adetimiz bek çunkur emezken, umumlaşmaganken. Şu an kitap neşriyatlarımı neşir kılanmayken de kitaplarını. İkincisi tolu tarihlerimizden kömülüp burnunu kıgallık uçça
Müstemlik tarixida bizningki esli tariximizdan izchilligi uzuk bo'lganlikdan bumi birligi tarix uchun izlangichlarga bir jafo bo'lib qolmoqda. Elbette. Xeyr, bugün herhalde şu özümüzden Uygur tarixini öğrenişinin, Arap tarixini öğrenişten mi bekerek bizge nispeten muhim ekanligi ta'kidlandi. Şu so'zni jonliroq yurmuş ekan. Manfaatli bo'lgan inshaalloh. Onundan keyin nimeningki Nabijan Tursun o şu Moskvada o'qigan edi tarix fanlari doktori. Hozir ham Amerikada yashayotdi. Aşınımı yazgan kitap tarixlarini hem de qo'llab-quvvatlash kerak-da. Hem de bir Elbette. ziyolininki o'zining umrini ato qilib, unchalar kitob yozib chiqish oson emas. Ziyoli degan eng nomrod bizning millatimiz edi-ku. He. Anda o'g'andan keyin xalqimiz, uni tarixda faqat 1933dagi tarixlam emas bu-ku. 1944ning tarixlam emas. Asli shu tarixlarni yozman deb yo'lga chiqib, ustoz Ondan burunqi endi umumiy tarixini yozmasam bo'lmaydi ekan deb o kitap 5 yillikmi planlangan kitap hozir endi 14 yillik ulag'lagan-ku. Şuna bu noktalarga muhim qarash kerak. Doğru. Yordam qilish kerak. Kitaplarni uchun setuvasi buna cho'ng yordam. Bularni tashviq qilaylik Doğru. qo'limizdan kelishicha. Doğru. Meylanda olsa bugun boshqa so'raydigan savollar, menga kelgan bir savolmi yo'q hozircha. Rahmat. Şu bizning tariximizni qanday monopol qilganligi to'g'riliq qaysi tarafga bekroq e'tibor berib, Arab tarixiga e'tibor berib ketib, o'zimizni unutib qolganligi, bizning tariximizni soyida qilib qolganligi to'g'riliq so'zlab berdilar. Alloh rozi bo'lsin. Unda o'sha bugun boshqa qatadigan gap so'z bo'lmasa, bugungi monopol qilgan tarix degan programmani mishada ayolashtirsak ustoz. Buldu. Men Ahmetcan qarindishim rahmat sizlarga. 91-sonda yine qaytadan yüz görüşümüz qadrlik Qur'ondan nazar programmasining ko'ruvchilarlari, fidoyilar, ekranli ishtirokchilari. Bugungi Qur'ondan nazar 89da yozilib qolibdi. 90-qismi monopol qilingan tarix degan bölüm inşada tugadi. 91-qismini ko'rishcha aman bo'linglar. Undan keyin aman bo'linglar. Allohning o'ziga omonat.